Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Keling yana foydali kontent bilan bo'lishamiz. Bulardan xo'sh, elektr va gazdan foydalanish, ularga to'lov qilish, ularni boshqarish, xarajatlarni kamaytirish, shularning mobil ilovasi bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni elektr tarmoqlari va hudud gaz ta'minotining. Bularning ilovalari mana ko'rib turganingizdek, hudud elektr tarmoqlari billing mobil ilovasi. Bu elektr tarmoqniki. Ikkinchisi hudud gaz ta'minot. Bu gazdan foydalanish uchun ilovalar. Ikkovidan ham ro'yxatdan o'tish, qanday foydalanishlarini o'rganib olamiz. Birinchi navbatda shahar hudud elektr tarmoqlari korxonasidan ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Ikki xil usulda ro'yxatdan o'tish mumkin. Bu birinchisi sizning hisob raqamingiz, ya'ni o'sha elektr tokiga to'lov qiladigan hisob raqamingiz, bu sizning loginingiz hisoblanadi. Uni kiritish uchun avvalambor ro'yxatdan o'tish kerak. Ro'yxatdan o'tishda siz o'zingizga viloyatingizni belgilashingiz, tumaningizni belgilashingiz va o'sha hisob raqamini kiritishingiz kerak. Shunda shu hisob raqam ulangan telefon raqamiga parol SMS tarzida jo'natiladi. Shundan so'ng siz o'sha parolni mana bu yerga kiritish orqali va hisob raqamni bu yerga kiritish orqali ro'yxatdan o'tgan hisoblanasiz. Ikkinchi usul bo'lsa One ID, ya'ni uy egasining One ID dagi login va parol orqali kirishingiz mumkin. Begona shaxsning emas. Aynan uy kimning nomida bo'lsa, gaz, tok, umuman boshqa kommunal to'lovlar ham uning nomiga chiqqani uchun faqat uning login paroli bilan kirish mumkin. Ustiga bosamiz va kiramiz va bu yerda belgilangan hududlarga login parolni kiritib chiqamiz. Va xo'sh, hududni belgilaymiz. Undan so'ng tumanni belgilaymiz yoki shahar va hisob raqam ma'lumotini kiritamiz. Undan so'ng kabinetga kirish tugmasini bossak, mana bizda hozirgi paytda hisobimizda qancha pul mavjud, hisobni to'ldirishimiz mumkin, ya'ni karta qo'shish orqali yoki tegishli ilovalar orqali ham to'ldirish mumkin. Undan tashqari mana kalkulyator xizmati mavjud. Bunda mana ko'rib turganingizdek sizga ma'lumot berilgan, ya'ni hisoblash turlari, ya'ni 200 kilovatgacha bo'lgan hisoblash 450 so'mdan. Bu 2025-yil 1-maygacha bo'lgan holatda edi va mana pastda 1-maydan keyin, ya'ni hozirgi paytda amal qiladigan tarifikatsiya 600 so'm, 201 kilovatdan 500 kilovatgacha 800 so'm, 501 kilovatdan 1000 kilovatgacha 1000 so'm va hokazo tarzda davom etadi. Buni ikkinchi usuli mavjud, ya'ni gaz ulanmagan xonadonlar, gazga ruxsat, ulashga ruxsat berilmagan xonadonlar uchun hisob-kitob tartibi, ya'ni 50% chegirmasi bilan bu ham mana ikki usulda hisoblab qo'yilgan, ya'ni 1-maygacha va 1-maydan keyingi holatda tarifikatsiyani shu yerdan o'rganishingiz mumkin. Keyingi bosqichda shaxsiy hisob holatini bosadigan bo'lsangiz, bu yerda sizning ma'lumotlaringiz kelib chiqadi. Ya'ni hisoblagich turingiz qanday, uning hisoblagich raqami qanday, hozirgi paytda qancha hisoblanib turibdi, oxirgi to'lovingiz qancha, o'rnatilish sanalarigacha ko'rsatilgan bo'ladi. Va mana bu yerda holati aktiv turibdi ko'rib turganingizdek. Mana bu yerni statistika bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana oylik qancha iste'mol qilingan, kilovat soatda qancha, yo mablag'da qancha, shular ko'rsatiladi. Mana bu kun ko'rinishida hisoblashga o'tsangiz, mana qancha iste'mol qilgansiz va bu summada, ya'ni so'mda qancha bo'lganligini ham ko'rsatadi. Va qanaqadir kamchilik yoki qanaqadir muammolar yuzaga kelsa, mana onlayn chat yoki qisqa raqam 1154 ga ham qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin. Bu yerda tarix ko'rsatilgan. Qachon to'lov qilgansiz, qancha to'lov qilgansiz,
mana shu yerdan ko'rinadi. Mana ustiga bosib kirganingizda ham to'lov sanasi qancha to'lov qilingan va qayerdan, ya'ni Uspaynetdan to'lov qilingan. Undan oldingilarni ko'radigan bo'lsangiz ham ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatkichlar tarixini ko'radigan bo'lsangiz, mana bu kunlik iste'molingiz, ya'ni mana 4-yanvar holatda 8423,80, bir kun oldingi ko'rsatkichda shundan deyarli 1 kilovat farq qilyapti. Ya'ni kunlik iste'mol shunda 1 kilovatdan ziyodroq bo'lishi mumkin ekan. Va bu bizda tokdan foydalanish uchun ilova edi. Va keyingisi mana gaz. Buning uchun bunga gaz ilovasi ro'yxatdan o'tish uchun siz telefon raqamingizni kiritasiz. O'zingizga tegishli bo'lgan, aynan uy egasining telefon raqami bo'lishi shart emas. Shaxsiy telefon raqamingizni ham kiritishingiz mumkin. Va telefon raqamingizga kelgan SMS kodni bevosita kerakli kadaklarga kiritganingizdan so'ng bu yerda pin kod o'rnatishingiz kerak. O'zingizga qulay bo'lgan pin kodni o'rnatishingiz mumkin bemalol. Va mana men oldindan o'zimni hisob raqamimni, ya'ni menda mavjud bo'lgan gaz ta'minotidan hisob raqamini kiritib qo'yganim uchun bevosita paydo bo'ldi. Siz o'zingizga mana bu qo'shish usulini bosib hisob raqamni kiritsangiz, shu ro'yxatda paydo bo'ladi. Bu yerga bitta hisob raqam emas, bir nechta hisob raqam ham kiritish mumkin. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, oylik, ya'ni qishki mavsum uchun berilgan oylik limit, ya'ni 500 kubdan qanchasini ishlatgansiz va mana bu yuqorida qancha limitingiz qolgan, ya'ni 1000 so'mlik hisoblash tizimida qancha ya'ni 384 kub yana foydalanishimiz mumkin. Shular berilgan. Mana bu yerda iste'mol tarixi ham mavjud. Bu yerga agar karta qo'shadigan bo'lsangiz, kunlik iste'molingiz qancha bo'lgan, shuni ham kuzatib borishingiz mumkin. Qancha to'lov qilingan, qanaqa limitda hisoblangan, shunaqa ma'lumotlarni, tarifikatsiyalarni bilan tanishishingiz mumkin. Mana bu yerda xizmatlar bo'limi mavjud. Bu yerda siz bevosita o'zingizga tegishli bo'lgan muammo bo'yicha ma'lumot olishingiz mumkin. Video darslik ham mavjud. Va bu yerga qo'shimcha ravishda suyultirilgan gaz, ya'ni propanni ham har qanchada foydalanayotganingiz bo'yicha o'zingizni ulab qo'yishingiz mumkin. Uni ham kuzatib borish mumkin. Mana is gazdan himoyalanish usullari ham ko'rsatilgan. Va agar sizda qanaqadir savol yoki qanaqadir muammo yuzaga keladigan bo'lsa, mana bog'lanishingiz mumkin. Mana bu onlayn chat, bunisi qisqa raqam, ya'ni 1104. Va bu yerda klapani qanday ochish, hisoblagich o'rnatish uchun ariza berish, shunga o'xshagan xizmatlardan ham foydalanishingiz mumkin. Va yana ta'kidlashim kerak bo'lgan narsa, siz bevosita bu ilovalarni o'z telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.